Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun sizlarga shu tabiiy oziqani tayyorlash va ishlatishni ko'rsatib bermoqchiman. Chunki Telegram kanalimizda ko'pchilik so'raydi, lekin hammaga alohida tushuntirish juda ham qiyin. Mana sizlarga batafsil video. Bu tabiiy oziqa o'simlikning tuprog'i uchun ham foydali, o'simlikning o'zi uchun ham juda ham foydali. Bilasizlar, tabiiy oziqalarni qishda ham bemalol ishlatsanglar bo'ladi, fasl tanlamaydi. Birinchi men sizlarga bu oziqani tayyorlash va ishlatishni ko'rsatib beraman. Keyin videoning oxirida nima uchun kerak, qanaqa foydasi bor, qatdan xarid qilsa bo'ladi va narxlarini batafsil tushuntirib beraman. Bu oziqani sizlar kattaroq hajmda xarid qiladigan bo'lsangiz, sizlarga ancha arzonga tushadi. Ishlatishdan oldin albatta bu oziqani chayqatib, yaxshilab aralashtirib tashlash kerak. Bu juda ham muhim. 1 litr suvga 50 mg oziqa solasizlar. 50 mg sizlar shprits yordamida bemalol o'lchab olsanglar bo'ladi. Mana shunaqa 5 ml lik shpritsda 10 ta solasizlar. Hozir men sizlarga ko'rsatib beraman. Aytganimdek, birinchi o'rinda yaxshilab chayqatib aralashtirib tashlaymiz va shpritsda olish oson bo'lishi uchun bir idishga solamiz. Agar misol uchun 50 gramli idishinglar yoki 50 gramli stakan bo'lsa, o'lchash juda ham oson. O'sha stakanga solasizlar va 1 litr suvga solasizlar. Mana 10-sini solamiz va qopqog'ini yopib, yaxshilab aralashtiramiz. Mana soldik 10-sini. Qopqog'ini yopamiz. Va chayqatib aralashtirib tashlaymiz. Suvimiz mana shunaqa qoraroq rangda bo'ladi. Do'stlar, mana oziqamiz tayyor. O'zi bu oziqani me'yori oshib ketsa ham o'simlik uchun hech qanaqa zarar qilmaydi, chunki bu tabiiy oziqa, suyuq biohumusdan tayyorlanadi. Bu oziqani bugun biz shu 3 ta xonagulimizga beramiz. Aglaonema, Stendapsus va Reoga. Shu 3 ta gulga taqsimlab beramiz. Bu tabiiy oziqa bo'lgani uchun bemalol quruq tuproqga ham bersanglar bo'ladi. Ildizlarni xudo xolisa kuydirmaydi. Mana Aglaonemaga qo'yamiz. Stendapsusga beramiz. Va Reoga ham beramiz. Do'stlar, bu oziqani har qanaqa xonagullar uchun ishlatsanglar bo'ladi. O'simlik umuman tanlamaydi va bu oziqani xonagullar uchun har 10-15 kunda bir marta bersanglar yetadi. O'zi bir oyda bir marta bersanglar ham shuni o'zi juda ham katta foyda. Endi foydasi haqida gaplashamiz. Birinchidan, bu xonagullar uchun tabiiy oziqa hisoblanadi. Tarkibida o'simliklar uchun kerakli hamma foydali mikro-makro moddalar bor va bu oziqaning tarkibida guminoviy fulvoviy kislotalar bor. O'simliklar uchun juda ham muhim kislotalar. Do'stlar, bu narsa suyuq biohumusdan tayyorlanadi, shu uchun foydasi tuproq uchun ham juda ham katta. Tuproqning unumdorligini oshiradi va tuproqning strukturasini yaxshilaydi. Misol uchun, xonagullaringizning tuprog'i eski, kuchsiz bo'lsa, bu yaxshilab beradi. Va do'stlar, eng muhimi, bu oziqaning tarkibida foydali bakteriyalar bor. Bu foydali bakteriyalar xonagullaringizning ildizini chirishdan himoya qiladi va moddalarni o'zlashtirishga yordam beradi. Juda ham foydali narsa, albatta olinglar, xarid qilinglar va ishlatinglar. Do'stlar, bu oziqani sizlar Uzum market orqali xarid qilsanglar bo'ladi. Hozircha faqat Uzumda sotiladi. Faqat hozirgi paytda shu rangli qog'ozi oq bo'lib chiqqan, mana shunaqa bo'lib chiqqan. Eng asosiysi ustida Agreimun deb yozilgan bo'lishi kerak. Nomi Agreimun. Endi narxlar haqida gaplashamiz. Shu 1 litrni sizlar hozirgi paytda 33 ming so'mga xarid qilsanglar bo'ladi. Narxi menimcha juda ham arzon. Agar sizlar misol uchun kattarog'ini oladigan bo'lsangiz, bu sizlarga ancha arzonga tushadi. Misol uchun 5 litrni adashmasam 100 ming so'mga olsanglar bo'ladi. Do'stlar, eng asosiysi, bu narsani srogi yo'q. Buni olib qo'ysanglar, bu yillab ham turaveradi. Faqat ishlatishdan oldin aytganimdek ozgincha chayqatib, aralashtirib, keyin ishlatishingiz kerak. Agar xonagullaringlar juda ham ko'p bo'lsa, hovlida har xil o'simliklar ko'p bo'lsa, men sizlarga 10 litr yoki 20 litr idishni ham bemalol maslahat beraman. 10 litr, 20 litr sizlarga anchaga yetadi, juda ham barakali bo'ladi va bu narsa sizlarga ancha arzonga tushadi. Misol uchun, shu 1 litr yoki 5 litrga nisbatan 10 litr, 20 litr ancha arzonga tushadi. Do'stlar, aytganimdek, buni srogi yo'q. Ortib qolsa, misol uchun bu yil yoki keyingi yil, undan keyingi yil ham bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Va buni idishlari ham juda ham baquvvat, mustahkam qilingan. Misol uchun, o'sha 5 litr, 10 litr, 20 litr oziqa tugagandan keyin bu idishlarni bemalol ro'zg'orda ham ishlatsanglar bo'ladi. Do'stlar, eng asosiysi, bu oziqa hayvonlar uchun, foydali hasharotlar uchun, insonlar uchun, o'simliklar uchun mutlaq zararsiz. Aytganimdek, buni me'yori oshib ketsa ham o'simliklarga hech qanaqa zarar yetkazmaydi.
Do'stlar, mana shu ozuqalar haqida sizlarga gapirib bermoqchi edim. 1 litrini olib ko'ringlar, ishlatinglar, agar yoqsa keyin kattarog'ini olasizlar. O'zim 1 yildan beri ishlataman, juda ham zo'r ozuqalar, sinovdan o'tgan. Do'stlar, albatta bizning Telegram kanalimizga obuna bo'linglar, YouTube kanalimizga ham albatta obuna bo'linglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha zo'r ozuqa ishlatib ko'ringlar.